Maka akalar ejere maka bardinglardan o'sha sham soda bor ochilishini men qutlaqayman. Bardinglarga qutlu bo'lsin. Men xudo qalasa 24 ga JT xizmatdamiz ushul jerdaymiz biz. Bemalol bardinglarga JT. Biz aksiyani boshlab qo'yganmiz 85%. To'g'ri. 85% yana 95% aksiyani boshlab qo'yganmiz. Xudo qalasa bugundan boshlab ochuvda e'lon qilamiz. Bunday soda bor. Hozir ham kichkina mana yerga qarshi tursangizlar, lenta qirqiladi hozir. Lentani qirqib turib, bizning cho'ngdari bor. Bizdan cho'ngdarimiz bor. Hozir cho'ngdar lentani qirqib beradi. Ana mana yer ochiladi. Qalasangiz magazin keling, qalasangiz kiyim-kechak olib keting. Bemalol hozir nimani ochamiz, lenta qirqib turib, hozir kichkina to'xtab turingizlar, izchi qilmay turingizlar. Bizga cho'nglar telefon chalib, izchi qilmaylar deb o'shunday deyotadi. O'shundan bizni to'g'ri tushunib turingizlar, so'ranish. O'zbek akalar, iltimos to'g'ri tushunib turinglar. Hozir ochilamiz. Xohlagan hammalarga yetadi. Xohlagan narsalarni olasizlar. Hammasi aksiyada. Xohlasangiz optimga olib ketsangiz bo'ladi, xohlasangiz roznisaga olib ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz magazindan, xohlasangiz kiyim-kechak do'kondan 80% aksiyadan olib ketsanglar bo'ladi. Hozir ham kichkina qochib turasizlar, ha? Barnog'ga rahmat.